Assalomu alaykum mehri daryo azizlarim, sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Qarshi shahrida yashab kelayotgan Komiljon akamizni mehribon do'stlari nomlaridan xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizga Komiljon akamiz kerak edilar. Men Komiljon. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina yaxshi fikrlar bildirib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Ko'p tanishlarim bilmadim lekin. Aynan kim deb o'ylaysiz? Bilmadim. Keling, o'zim yordam beraman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, qadrdonlaringiz nomidan 1985-yil hamda 1987-yillarda xizmat qilgan xizmatdoshlaringiz, Vladivostokda harbiy dengiz flotida xizmat qilgan barcha do'stlaringiz nomidan Farhodbek akamiz qutlamoqdalar. Rahmat. O'zim ham shu taxmin qilaverdim. Xursand bo'ldingizmi? Rahmat. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ko'ngil to'la armon eriydi, quchog'imga bosganda mahkam, sendek axir kim g'amim yeydi, menga sirdosh jigarim do'stim. Dunyo ishin qo'ygin bir chetga, to'lmas sira shundayin bir kam, bugun borlar bo'lmas ertaga, dardlashaylik sirdoshim do'stim. Sen bor shukur borliging uchun, hol so'raysan bormi deb do'stim, men g'amlarga botayin nechun, sen yonimda darmonim do'stim. Assalomu alaykum qadri baland bo'lgan qadrdon do'stim. Sizni hayotingizning unutilmas kuni, shukrona kuningiz bilan oilam nomidan, do'stlarimiz nomidan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Alloh sizni yaxshiliklari ila yaxshilar qatorida qilsin. Farzandlaringiz baxt va kamolini rohatlanib, rohatlarda ko'rib yuring. Mehnatlaringiz samarasini farog'atlarda ko'rib yuring. Barcha ezgu niyatlaringizga Allohim o'zi yetishtirsin. 100 yoshlarga kirganingizda ham barcha mehribonlaringiz, do'stlaringiz yoningizda tursin. Oilangiz bilan qo'sha qarib, baxt va saodatda yuring. Hayotning eng yorqin his-tuyg'ulariga, qiziqarli rejalariga va baxtli lahzalariga to'lsin. Sizga har qanday hayot so'qmoqlarida adashmasdan, izchillik bilan bosib o'tishingizda tilakdoshman. Hayotingizda ulkan yutuqlarga erishib, hayotning baxtli lahzalarini his qiling. Kelajakda doimo qo'rqmas, haqiqatparvar insonlar davrasida bo'ling. Hayotingizda g'am, g'ussa va xafagarchilikka o'rin bo'lmasin. Barcha yaqin insonlaringiz siz bilan faxrlanish tuyg'usini his qilsinlar va sizga sodiq va mehribon bo'lsinlar. Qalbingizda ko'tarinki kayfiyat hukmron bo'lsin. Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang kulib, Alloh yo'llaringiz omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya do'stingiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. Do'stingizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat aytib qo'yaman do'stim, sog' bo'lsin hamisha. Salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon yo'qolmasin.
Rahmat. Salomat bo'ling, tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Mayli, xo'p. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.